bu talantda birinchi o'rinni olaman deb niyat qilganman. Men necha yildan beri sahnalarda chiqib yuribman. Maktabimizda tadbir bo'ladigan bo'ldi. Opam bilan akam endi meni olib ketgan 6 yoshlar bo'lganman-da o'sha payt. Endi ularning ustozlari aytgan, repetitsiyaga xalaqit beradi endi. Yo'q degan. Bu naborot bayramda qatnashish uchun olib keldim. Nima keladi o'g'limga? Xayrli ertalab o'ynaydigan raqsingni o'ynab ber. Nima qildim? Endi men repetitsiya ham qilmaganman. Fonda bor. Shu bilan o'ynab ketganman. O bo'ldi, tamom, biz repertuarga qo'shamiz. Xayrlarni ham bitta nomer qilib chiqaramiz tadbirga, maktabga. Shu bilan maktabimizda qanaqangi tadbir bo'ladigan bo'lsa, meni darrov topib olib kelib endi meni o'ynata boshlagan. Shu yerda meni Lazgi ansambliga taklif qilishdi. Shuni bilan shu yerda Lazgi ashula va raqs ansambliga ishga kirib, hali shu kungacha ansamblda ishlab kelyapmiz. Ko'pincha men o'zim Xorazm yo'nalishida, Xorazmcha raqslarga tushaman, chunki meni qonimda bor. Tug'ma talantim bor. Men sahnaga chiqqanimda qanday bir kuch keladi. Sahnada men o'ylamagan harakatlar, divizhiniyalar chiqib ketadi. Menga ha degan payti keyingi bosqichga nima olib chiqaman degan narsani his qildim men. Keyingi bosqichga undan ham zo'r bitta raqs tayyorlab qo'yibman. Endi uni ko'rgan odam shunaqangi mazza qilib yuboradi. Meni chunki zo'r narsa olib chiqaman. Meni tanlashga arziydigan narsa olib chiqaman-da. Bu loyihada yutib chiqishim muhim. Chunki meni orzuyim Xorazm san'atini bundan ham yuqoriga ko'tarish. Xorazm san'atini butun dunyoga tanitish. Xayrullo Qurbonboyev